"Ey bandam" deydi qiyomatda Alloh taolo bir bandasiga. "Men senga mol va davlat berdim." Boyga aytadi. "Sen unda nima ish qilding?" Banda aytadi: "Ey Robbim, bolalarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb hech narsani sadaqa qilmadim, bolalarimga qo'yib keldim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Axir men Razzoq va buyuk quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Sen qo'rqqan narsangni sendan keyin bolalarning ustiga tushirdim." Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib infoq qilmadingmi? Bolalaringni kambag'al qilib qo'ydim men. Chunki meni qo'limda edi bu narsa deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, senga mol berdim, davlat berdim, boylik berdim. Nima qilding unda sen?" Qarang, boy ham kambag'al ham bir xil namoz o'qisa, boy ham kambag'al ham bir xil roza tutsa, boy ham kambag'al ham bir nafl namoz o'qisa, nima farqi bor boyni kambag'al? Ana shu Alloh bergan oshcha davlatni infoq qilishligi bilan farqi bor-da. To'g'rimi?